Sandanam, mandanam, undanam, bundanam bo'lar bu dunyo. Ketdik, короче. Assalomu alaykum do'stlar. Mana ish so'radlaring, yana ish bor, yangi vakansiya. Данный момент 50 ta odamga joy bor. Videoni to oxirigacha ko'ringlar, badonadan like bosinglar, tanish bilishlaringga tarqatinglar. Chunki bu ishda dokumentlaringizga yordam beradi va pitaniya beradi, yotoq joy beradi. Короче, полный условияsi qandayki sizlar xohlagan uslubalar hammasi bor. Hozir mana ko'rsataman. 100 mingdan 150 ming rublgacha agarki siz ishlamoqchi bo'lsangiz Rossiyaga kelib, o'zingizda qanday desam, расходlaringizdan tashqari shu ish sizga to'g'ri keladi. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Обязательно videoni ko'rib bo'lgandan keyin kommentariyaga o'tib, kommentariy yozamiz. Yotoq joyi бесплатный, registratsiyasi бесплатный, obed beradi ishxona tomonidan. Undan tashqari plyus dokumentlaringizga yordam beradi. Agarki dokumentingiz yo'q bo'lsa, srogi o'tib ketgan ham bo'lsa qabul qiladi. Bu ishimiz Moskovskiy oblast, город Podolskida joylashgan Grivnada. Akalar, opalar, kimki ishlamoqchi bo'lsa, farqi yo'q, erkak kishimi, ayol kishimi, 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimiz, opalarimizni taklif qilamiz. Ko'pchiliklar kommentariyaga yozyapti, ish vaqtini ham aytib o'ting deb. Ish vaqti soat 8 dan, ertalab soat 8 dan kech payt soat 8 gacha 1 soat obed perikodi bor. Har 2 soatda yana ishda perikodlari bor, 10 minutdan. Akalar, opalar, bir oyda 2 marta oylik beradi, har hafta avansi bor. Bez zadeshkasi yo'q. Agarki sizlar O'zbekistondanmi, Tojikistondanmi, yo Qirg'izistondanmi bilet olmoqchi bo'lsalaring, yo bo'lmasam taksi bilan kelmoqchi bo'lsalaring, srochniy biletlaringizni o'ylab, joylarni telefon qilib zayn etib qo'yinglar, чтобы joy to'lib qolmasin. Prinsipi, usloviyasini hammasini aytib o'tdim. Akalar, opalar, like bosamiz, kommentariyni yozamiz, подписка qilib qo'yamiz, tanish bilishlarimizga tarqatamiz. Kimki granitsaga chiqmoqchi bo'lsa, komfortniy mashina kerakmi? Stajli akalarimiz bor. Staji juda ham ko'p, 10 yildan 15 yildan ziyod staji bor akalarimiz bor. Granitsaga chiqadigan akalarimiz, opalarimizga tavsiya qilamiz. Ekrandagi nomerlarga srochniy aloqaga chiqinglar. Sabr Musofir kanalidan nomerlaringizni oldik. Granitsaga chiqmoqchimiz desalaring, uylaringizdan keladi, olib ketadi. Granitsaga olib borib, chiqarib, o'zlari yana qaytarib olib keladi. Главное, dokumentingizni so'rab o'tib ketgan ham bo'lsa, o'zlari yo'lda yordam beradi, javob beradi militsiyalarga. Akalar, opalar, srochniy ekrandagi nomerlarga telefon qilib, granitsaga chiqmoqchi bo'lgan akalarimiz, opalarimiz. Rahmat.